Hammaga salom. Bugun 5-avgust soat kechki 8:30. Hozir mana men ujin qildim. Keyin video olishga qaror qildim. Bu videoda 2-3 kunimni ko'rsatmoqchiman, vlog qilib. Har bitta detalini ko'rsata olmasam kerak, chunki bola bilan baribir qiyin unaqa videolar olish. Shuning uchun bitta kun emas, 2-3 kunni videoga olib, montaj qilib, tez orada qo'yaman deb niyat qilaman. Eng asosiysi video olish esimdan chiqib qolmasa bo'ldi. Hozir men ujin qildim, ujinim katta bo'ldi. To'g'risini aytsam, rosa xavotir olyapman. Emizishni to'xtatsam shunaqa ko'p ovqat yeymanmi yoki yo'qmi? Oshqozonim cho'zilib ketganmi yoki yo'qmi? Chunki porsiyalarim rosa katta. To'yganimni ham sezmaydigan bo'lib qolganman. Ovqat yeb oxiri bo'g'ib qolsam, o'shanda to'yganimni sezaman, lekin вообще katta porsiyalarim. Sizlarga ham bir ko'rsatarman, qanaqa ovqat yeyishimni. Bugun menda produktивный kun bo'ldi. Ertaga endi yotsam kerak. Bugun nimalar qilganimni hozir aytib beraman. Bugun bolamni suzishga olib borib keldim, keyin uni uxlatdim, keyin unga obedini tayyorladim. Uyimda narsalarimni razbor qilishim kerak edi, paketlarda. O'sha narsalarimni joylab chiqdim, dazmolim bor, dazmolimni qildim. Bir sidra pollarimni artdim, ovqat solib qo'ydim. Bolam yana baqirib yurdi butun kun. Bolam bilan bo'ldim. Cho'milib ham chiqdim. Hozir endi baribir yozgi kun bo'lgani uchun yana yotishimdan oldin bitta dushga kirib chiqishim kerak. Shunaqa qilib mana dekretdagi kunlarim o'tadi. Bugun dam olmadim. Atak ko'pincha dam olib yotaman. Dam olib deganim telefonimda uxlamayman albatta. Nimagadir qiyin menga uxlash. Yana bolam aktivni bo'lgani uchun, aktivni deganim uxlamayotganida men uxlamayman. U uxlamayotganda men ham u bilan bo'lishim kerak. U uxlayotganda ko'pincha ishlarni qilib olishim kerak yoki yotib ko'zimni yumib yotaman. Ko'pincha uxlamayman. Kamdan kam uxlayman. Mana shunisi yomon. Kechki payt, kechqurun bizda совместный son bo'lgani uchun u emib yotadi. Mana bilsanglar kerak, bolalar bo'lsa emizadigan, unaqa maza qilib, mirqib uxlamaysiz. Shuning uchun videolarimda ham yuzimga unaqa radostni bo'lmaydi. Chunki charchaganman, просто ustavшее лицо. Endi esa ertangi kun sizlar bilan ko'rishamiz. Xayrli tong. Bugun 6-avgust. Hozir hamma uxlayapti, men turdim. Hozir yuvinaman va bugungi plandan bizda shopping va nihoyatga kiyim olgani boraman. Tug'ilganimdan beri o'zimga kiyim uncha olmayotgandim. Butun yoz sezon bor kiyimimni kiydim. O'tgan yil ham tug'ilganimdan keyin olishim kerak edi, olmagandim. Bu yil ham yetib bormayotgan edim. Ertaga tug'ilgan kunim bo'lgani uchun o'zimga bugun shopping day устроить qilmoqchiman. Mana qanaqadir mashina крутой. Kenchiman Mamatdagi Pierre Hermé pop-upga obzor qilgandim. Obzorimni ko'rishingiz mumkin, ссылкасini tashlab ketaman. Spoiler, menga yoqmagandi. Futbolka kichkinaroq bo'lyapti. Boshqa futbolka olsam kerak, rubashka yoqdi. По-моему, Ferrari mashinalardan выставкasiga o'xshagan narsa bo'lyapti. Baribir торговый sentrlarda kuchli konditsioner ishlagan, juda sovuq. Men sotib qoldim. Yangi uzunroq narsa kiysam bo'lar ekan.
qachondan beri торговый sentrga bormayotganim uchun esimdan ham chiqib ketibdi. Men o'ylayman, mana shu Toshkent Cityda yashash zo'r bo'lsa kerak, hamma narsa bor, magazinlar bor, ovqatlanish joylari rosa ko'p, aylanishga park bor. Bu yerda yashaydiganlar вообще shaharga chiqmasa kerak. Faqat kech payt juda ham shovqin bo'lgani yoqmasa kerak. Baribir bu juda katta minus emas. Ura, shopping ham qilib oldim. Ko'p ayol kishilar yaxshi ko'radi mana shunaqa kiyimlar olishni. Menga bu protsess uncha yoqmaydi. Bilmadim nimaga. Bugun boshqa video olamadim. Soat 8:30 bolam uxlatdim. Biz прогулкаga ham chiqib keldik pastga. Plashetkada sal bolam o'ynadi. Hozir grechnivoy blinchik pishiraman. Sal videoga ham olaman. Mana blinchik pishiryapman. Juda ham foydali grechkali undan, shakarsiz. Siz diabetik yoki ozayotgan bo'lsangiz, bu blinchiklarni albatta qilib ko'rishingiz kerak. Syomkam qilaman. Mana 4-papetkada yirtilmadi. Bittasini уже yeb qo'ydik. Menga mazasi yo'q. Grechka yaxshi ko'rsangiz, sizga ham yoqadi mazasi. Videoni kanalimda ko'rishingiz mumkin. Bugungi bo'ldi. Qaranglar, mana blinchiklarim asal bo'lib chiqqanligini va foydali. Qaranglar, mana chiroyli gullarni ertalabdan onajonim kelib tabriklab ketdilar. Mana vazaga chiroyli qilib qo'ydim. Soat 10 biza suzishga ketyapmiz. Biza deganim bolamni suzishga olib borganman. Musor tashiymiz, keyin boramiz. Как всегда, все по расписанию. Shunaqa chiroyli bit bilan hozir obed qilaman. Obedimga sirnik yegim keldi, malina bilan. Mana shuni hammasini bilasizlar, yeb qo'yman. Kofe ham ichkim keldi. Keyin mana bunaqa zo'r narsa topganman. Sgushonka yaxshi ko'rsanglar, mana shunaqa toppinglar bor har xil. Shakarsiz. Sgushonkani chunki bittada yeb qo'yishim mumkin. Buni ozgina sirnikam ustiga qo'yib yeyman. Mana yogurt bilan zo'r ketadi. Mana qaranglar, shuncha narsa yeyman. Bunikida menimcha olma yoki shaftoli ham yevarsam kerak, anta olmam bor. Men eng yaxshi ko'radigan ovqatlarimdan bittasi. Вообще tvorog sevaman. Mana buni qaranglar, yana buket keldi. Shunaqa chiroyli hidi, mayin, butun uyimizda shirin hidi bo'lyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Nima qilaman men hozir? Izohda yozib ketinglar. Tortni ham oldim. Mayingam zo'r olgan bo'laman. Hammaga xayrli tong. Bugun 8-avgust. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib. Nonushta tayyorladim. Hozir nonushta yeyman. Вообще krasota. Bugun menimcha vlogim oxirgi kunini syomka qilaman. Sizlarga qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Ketib ketmoqchi edim. Sizlardan bitta like, izoh va podpiska. Sizlar bu bilan meni rosa quvvatlaysizlar. Bolamni uxlatdim. Hozir men как всегда dazmol qilaman. Mana shu kiyimlarni dazmollab bo'ldim. Masdan solib qo'ydim. Yoniga tovuqli salat qilmoqchiman. Hozir mana shu tovuqni qovuraman. Mana salatimiz tovuqli va mastava.
kecha videoyimni oxirigacha olmay qo'yibman. Shuning uchun bugun sizlarga efirga chiqqanman. Rahmat kattakon ko'rganinglar uchun, layk va izohlar uchun sizlar meni rosa quvvatlisizlar. Yana shunaqa vloglar chiqishini xohlasanglar albatta izohda yozib ketinglar. Xayrli kun.